Qurilishingizga 300 milliondan 700 milliongacha pul ajratdingiz, lekin qurilishingiz tugamadi. Ustalarga pul berdingiz, lekin u pulni ustalar aldab yeb ketdi. Ustalarning belavzligidan zerikdingiz. Eng asosiysi ishingiz juda ham ko'p, lekin ustalarga muqob ber, evitin to'shi, suv kelmay qoldi, shunga o'xshash muammolar juda ham ko'p. Sanab o'tadigan bo'lsam, uy quritgan, remont qilgan insonlarning muammolari juda ham ko'p. Aynan buning sababi qurilishda aniq tizimi yo'qligi va boshqaruv yo'qligi, tartib bo'lmasligi. Ism Mubashir qurilish taxallusi bilan tanishadi. 2 yildan beri prorab yo'nalishda ishlab kelamiz va 20 dan ortiq avtorskiy proyektlarimizni topshirganmiz. Ko'pchilik qurilishni zo'r tushunaman, qurilishni dundiraman deyishadi. Xatolik shaydan boshlanadi. Nimaga? Har kuni ustalar asabingiz buzishli, har kun siz oldingizga kelib 100 ming, 200 ming so'm pul so'rashli, ustalarning sifati nazoratsiz qolgan holatda rasxod 2 marta o'shishligi, doimiy ravishda ustalarga bozorga yetkazib berishingiz bitta narsa uchun ham, doimiy ravishda obyektingiz barda bo'lib yotishi, eng asosiy ustalar bitta do'konni sizga tirkat qilaverishi, nimaga unaqa qiladi desani, u do'kondan qanaqadir do'lisi bo'ladi. Bu ondan biri xolos, qurilishimni o'zim nazorat qilaman deb yurgan insonlar oxiri kelib asabbuzarlik, usta aldab ketdi va stresslar bilan qurilishning to'xtab qolishiga olib keladi. Aynan stresslarsiz, siz safarda bo'lsangiz ham, siz qurilishga aralashmasangiz ham, qurilishingiz cho'tka bitkazib beradigan inson hisoblanaman. Siz faqat yakuniy natijani ko'rasiz xolos, o'rtasida tizim, nazorat, tartib barchasi bizda hisoblanadi. Agar siz safarga ketgan bo'lsangiz ham, qurilishga aralashmasangiz ham, qurilishingiz cho'zilib ketmagan holatda bitkazib berishni ta'minlayman. Biz qanaqa tartibda ishlaymiz? Birinchisi, loyihangiz bo'lsa, loyihangiz smetasini ko'rib chiqamiz. Agar bo'lmasa, interior dizaynni xohishingizga qarab chizdirib beramiz. Ikkinchisi, obyektni 3 kundan 1 haftagacha boshlaymiz bemalol, komandamiz yetarli. Uchinchisi, doimiy ravishda ikkinchilik darajada prorab turishligi. To'rtinchisi, zamin yaratish, ishlash va yashashga sharoit qilib berish, misol hojatxona qilib berish, ustalarga kamchilikni oziq-ovqat shunga o'xshash obit olib berish, shunga o'xshash jamiki narsalar kirib ketadi. Beshinchisi, ustalarga bozor olib borib berish va doimiy ravishda qanaqadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ustalarga doimiy ravishda ish to'xtab qolmasligi uchun bozor yetkazib berish. Oltinchisi, nima keldi, nima ketdi va qurilish qanaqa holatda ketayotganini Telegram guruhda axborot berib berish. Yettinchisi, prorabskiy oilaga ishlanadigan bo'lsa, misol uchun siz gipsakarton ishlatiladi yoki qumsoqchi ishlatiladi. 3 kun yoki 5 kun oldin sizga hisobot beriladi. Ustalarimiz shu kun tugatishadi va shu holatda pul to'lash kerak degan hisobot berib beriladi sizga. 8-inchisi, ustalar agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, 2 ta 3 ta bo'ladigan bo'lsa, obyekt barda bo'lib ketmasligi, obyekt doimiy ravishda toza turishi, ish ketma-ketligini ta'minlaymiz. 9-inchisi, obyektingizni kvadratiga qarab 3 dan 5 tagacha kamera o'rnatib beriladi. Bu kamera Mubashir qurilish jamoasida bepul bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Agar siz safarga ketib qolgansangiz yoki vaqtingiz bo'lmasa, polnistda obyektni doimiy ravishda kuzatib turishni ta'minlaydi. 10-inchisi, uy egasiga haftalik va oylik rasxodlarni, smetasi va hisobotini tashab borish. 11-inchisi, 5 yillik stajga ega prorab ustidan ish qabul qilib oladi. Agar ustilar noto'g'ri yoki sifatga javob bermaydigan bo'lsa, biz tomonidan ustidan ish qabul qilinmaydi. 12-inchisi, har bitta usta ishini tugatgandan keyin o'zimiz kelib o'lchab olamiz va uy egasiga hisobot beramiz. 13-inchisi, mijoz bilan shartnoma asosida ishlash, force majeure holatlari bo'lmasligi uchun nima qilib beramiz va biz tomonidan nima qilinmaydi, hammasi yozib chiqiladi. Shu asosda baraka qilib kelishiladi. 14-inchisi, Mubashir qurilish jamoasidan 6 oy ichida sizni uyingiz qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, buni yozib borasiz va 6 oy ichida bepul servis ko'rsatamiz. 6 oy ishimizga garantiya beramiz. Biz tomonidan qanaqadir xatolik yo'l qo'yilgan bo'lsa, 6 oy ichida chiqib keladigan bo'lsa, 1 so'm sizdan budjet ketmagan holatda 100% ishingizni bitkazib beramiz. Ko'rib turgan barcha obyektlaringizni avtorskiy proyektimiz hisoblanadi. Tepada sanab o'tgan barcha amallarimiz shartnomada ko'rsatib o'tiladi va amal qiladi. Agar bosh og'riqsiz, stresslarsiz, asabbuzarliksiz qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, Mubashir qurilish jamoasiga aloqaga chiqing. Pastda raqam qoldiramiz, shularga telefon qilsani bo'ladi. Pastga havola qoldiramiz. Havolani bo'lsang va bepul konsultatsiya beramiz. Uyingizga necha pul ketganini hisoblab beramiz.